Kishiga kasal yetishligi Allohning taqdiridan. Alloh taolo kasal bo'ladi taqdiriga yozgan, kasal bo'ldi. Endi tuzalishligi ham taqdirdan. Falon narsalarni qilsa tuzaladi deb ham yozib qo'ygan. Siz kasal bo'lgan paytingizda tabibning oldiga borishligingiz, farzandingizda biror bir nuqsonni, jasadida bir kasallik ko'rgan paytingizda tabibga borishligingiz sizning ixtiyoringizdagi ish emas. Sizning yelkangizdagi vojibingiz. Ukalar, akalar, ko'chadagi ishlarni bahona qilib, bolangizni tishi qiyshiq bo'lib turibdi. Olib bormayapsizmi tabibga? Gunohkorsiz. Bilyapsiz, bolangizda bir qaysidir bir kasallik turi bor, shu davolanmayapti. Orqaga surilib kelyapti. Gunohkor bo'lyapsiz. Chunki katta bo'lganda shu bola siz qilgan ish tufayli bir nogiron bo'lib qolsa, jismonan zaif bo'lib qoladigan bo'lsa, juda ham minnatdor bo'ladi sizdan. O'sha paytda menga qaraganinglar shunaqa bo'lmasdim ekan deb bir marta aytgan paytda chiqib ketadi bunnilardan buloq bo'lib topgan hamma narsalar. Oilalardan, farzandinglardan oshsalar bir narsa qilinglar. Chunki sizlar qiyomatda javob berasizlar mana shu farzandlar ustida. Ulfatlar turib tursin, somordagi osh turib tursin, ko'chadagi jinnikat yurishlarimiz turib tursin. Mana shularning xizmatini qilishimiz kerak. Oshsak ekan boshqa birovga vaqtimizni beraylik. Chunki qiyomatda javob beramiz buni. Ulfatlar bilan osh yemaganingizgachi javobgar bo'lmaysiz. U muboh, xohlang qiling, xohlang qilmang. Ammo bu vojib edi erkingizga. Sizdan boshqa hech kim qilmasdi bu narsani. Musulmon, ishonchli, taqvoli, xudojo'y musulmon tabib bergan ko'rsatmaga rioya qilishlik farzi ayn darajasiga ko'tariladi. Bunday qilasiz, hoji aka, yana yaxshi bo'lib qolasiz inshaalloh desa, shuni qilmasangiz gunohkor bo'lasiz. Chunki sizning sog'ligingiz sizning mulkingiz emas. Farzandlaringiz mulki, ummatning mulki. Agar sog'ligingizni beparvo qo'yib turib kasal bo'lsangiz, oilangizni boqa olmaysiz, farzandingizni tarbiya qila olmaysiz, hech narsa qila olmaysiz. Xuddi shunga o'xshagandek farzandni jismoniy tarbiyasiga yoki biror bir kasaldan qutulishligi uchun tabib ko'rsatma berdimi, farzi ayn darajasiga ko'tariladi. Uni so'ziga amal qilish.